هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Hucurat tefsiri 11. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövbendi dehtanlığa İbn Kethir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hucurat suresi 11. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler! Bir kavm yani bir kavmni, yani bir cema'a yani bir cemaani, bir adam yani bir adamni mesxir qilmasin. Mesxir qilingan kavm Allah'ın nazarida mesxir qilguvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro mesxir qilishmasin. Mesxir qilinguvchi ayollar Allah'ın dergahida mesxir qilguvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. İmandan keyin fisq bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nima degan yomon? Mundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Mesxir qilish va kamsitishdan to'sish to'g'risida. Allah Teala bu ayette kişilerini mesxir qilishdan va ularni zangli qilib kamsitishdan to'sidi. Bu vaqtda İmam Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kibrlik qilish deganlik haqqa cho'ngchilik qilish va kishilarni ayblashdan iboratdir. Yana bir rivoyatda kishilarni kamsitishdan iboratdir deyilgan. Bu hadisdagi kibrlikdan ko'z tutilgani kishilarga haqorat qilish va ularni kamsitishdan iboratdir. Mundaq qilish haromdir. Kamsitilgan kishining Alloh taolaning dargohida kamsitkichiga qaraganda qadr-qimmati cho'ngroq bo'lishi va masxir qilguvchiga qaraganda Allohga so'yimlikroq bo'lishi mumkin. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Ey mu'minlar! Bir kavm yani bir kavmni, yani bir cema'a yani bir cemaani, bir adam yani bir adamni mesxir qilmasin. Mesxir qilingan kavm Allohning nazarida mesxir qilguvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro mesxir qilishmasin. Mesxir qilinguvchi ayollar Allohning dargohida mesxir qilguvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar. Yani kishilarni ayblamanglar. Ayblash, suxanchilik qilish erlarga nisbatan pastkashlik va la'nati ishdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Kishilarni ayblaguchi suxanchiga voy. G'ayvatxo'r suxanchi, yani u kishilarni kamsitadi. Haddidan oshgan holda boshqalarni ayblaydi va boshqalarning orasida gap to'shib suxanchilik qiladi. Shunga Alloh taolo kishilarni bu razil qilmishidan to'sib mundaq deydi: Bir-biringlarni ayblamanglar. İbn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Qatada, Muqatil ve İbn Hibban qatorliqlar bu ayetning ma'nosi ta'ni qilmanglar deganlik bo'ladi dedi. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Ya'ni anglagan chaqda kishini osal qiladigan laqablar bilan bir-biringlarni chaqirishmanglar. İmam Ahmad Abu Jabir İbn Zahhakning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
bir-biringlarni yomon laqam bilan chaqirmanglar degan bu oyat bizning haqimizda, ya'ni Bani Salama jamoati haqida nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelganda bizning ichimizdagi barliq erlarning 2 yoki 3 ismi bor. Payg'ambar alayhissalom ulardan birini shu ismlarning biri bilan chaqirsa, ular: "Ey Allohning payg'ambari, u bu ismdan ochiqlaydi" deydi. Shuning bilan bir-biringlarni yomon laqam bilan chaqirmanglar degan oyat nozil bo'ldi. Buni Imom Abu Davud rivoyat qilgan. İmandan keyin fisq bilan atash, ya'ni mu'minni fasiq deb atash nima degan yomon? Ya'ni sizlar islomga kirgan va uni tushungandan keyin jahiliyat ahli bir-birini chaqirgandek yomon laqamlar bilan chaqirish, fisqi bilan atash nima degan yomon sifat? Mundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Ey mu'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni oiladagilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mu'minlarning aybini izlamanglar. Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar? Uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Alloh tavba qilg'uvchilarning qilgan tavbasini bakmi qabul qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Gumon qilishdan to'sish to'g'risida. Alloh Taala bu oyatda mu'min bandalarni oiladagilarga, tuqqanlarga va kishilarga o'rinsiz tuhmat qilish va xiyonat qilish sababchi bo'ladigan nurg'un gumonlarni qilishdan to'sadi. Chunki uning ba'zisi ig'ir gunohdir. Gunohkor bo'lib qolishdan saqlanish uchun nurg'un o'rinsiz gumonlardan saqlanish kerak. Mu'minlarning xalifasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mundaq degan: "Qarindishingning og'zidan chiqqan har qanday so'zni yaxshi gumon qilgin. Senmi u so'z uchun yaxshilikdan nasibangni olasan." İmam Malik Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Gumon qilishdan saqlaninglar. Gumon haqiqatan eng yolg'on so'zdir. Bir-biringlarning aybini izlamanglar. Uni uqishni talab qilmanglar. O'zaro baslashmanglar, hasad qilishmanglar, dushmanlashmanglar va adovatlashmanglar. Qarindoshlarcha Allohning bandalari bo'linglar." Bu hadisni İmam Buxoriy, Muslim ve Abu Davud qatorliqlar rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Muslim ve Tirmizi Anas radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Aranglardagi sil rahmini uzib qo'ymanglar. O'zaro adovatlashmanglar, dushmanlashmanglar va hasad qilishmanglar. Qarindoshlarcha Allohning bandalari bo'linglar. Qarindishiga adovat tutib, uni 3 kundan ortiq tashlab etishi musulmonga halol emas. Mu'minlarning aybini izlamanglar." Bu vaqtda İmam Buxoriy Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Bir-biringlarning aybini izlamanglar. Uni uqishni talab qilmanglar. O'zaro dushmanlashmanglar va adovatlashmanglar. Qarindoshlarcha Allohning bandalari bo'linglar. Bir-biringlarning g'aybatini qilmanglar." Bu oyat g'aybat qilishdan to'sgan oyatdir. İmam Abu Davud Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, g'aybat degan nima?" deb so'ralganda Payg'ambar alayhissalom uni tushuntirib, g'aybat qarindishingni u yomon ko'radigan narsa bilan tilga elishingdir degan. Uningdan aytqinki, agar men degan sifat qarindishimda tepilsa-chu,
deb so'ralganda payg'ambar alayhissalom agar sen degan narsa uningda tepilsa haqiqatan uning g'aybatini qilgan bo'lasan. Agar sen degan narsa uningda tepilmasa haqiqatan uningga bo'hton chaplagan bo'lasan degan. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. G'aybat qattiq cheklangan. Shunga buyuk va yuksak Alloh uni o'lik insonning go'shini yeyishga o'xshatib mundaq deydi. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar, uni yoqtirmaysizlar. Ya'ni qarindoshlaringlarning go'shini yeyishni tabiiy jihatdan yoqtirmaganinglardek g'aybatni shar'iy jihatdan yoqtirmanglar. Chunki g'aybat qilishning azobi o'lik insonlarning go'shini yeyishning azobidan qattiqdir. Bu temsil insonlarni g'aybat qilishdan yirgandirish va uningdan qo'rqitish uchun bayon qilingandir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom so'g'at berib, andin uni yondirib olgan kishini misol qilib mundaq deydi. Bergan so'g'atni yondirib olg'uchi qusib, andin qusqini qayta ishgan itga o'xshaydi. Payg'ambar alayhissalom yomon ish haqiqatan bizga ulgu bo'la olmaydi degan. Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy va Ahmad qatorliqlar payg'ambar alayhissalomning vidolashish xutbasida mundaq deganligini rivoyat qilgan. Shak shubhisizki bir-biringlarning qinini to'kish, mol mulkinglarni ilib olish va obro'yinglarni to'kish bu kuninglar, bu iyinglar va bu shahringlarning hurmatini qilmaslik harom bo'lganiga o'xshash haromdir. İmam Abu Davud Abu Hurayradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Har qanday bir musulmonga yana bir musulmonning mol mulkini elib olish, obro'yini to'kish va qinini to'kish haromdir. İnsonga musulmon qarindishini kamsitish yetarlik yomonlikdir, ya'ni gunohdir. Hafiz Abu Ya'la Abu Hurayraning tog'asining o'g'lining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Maiz payg'ambar alayhissalomning qishiq kelib, "Ey Allohning payg'ambari, men zina qilib soldim" deganda payg'ambar alayhissalom uningga oqsini qilib oldi. Hatto u so'zini 4 qatim takrorladi. 5-chi qatimda payg'ambar alayhissalom "Zina qildingmi?" dedi. U "Ha" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Zinaning nimaligini bilamsan?" dedi. U "Ha, bir odam ayolga halol yo'l bilan, ya'ni nikoh bilan keldi. Biroq men uni harom bilan, ya'ni nikohsiz keldim" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Bu so'zing bilan nima demakchisan?" deganda u "Meni gunohimdan poklab qo'yishingni talab qilaman" dedi. Payg'ambar alayhissalom "U narsangni uning u yeriga xuddi surma piligi surma qutisiga yoki suv tatishchiligining og'amchisi quduq kirib ketganda kirgizdingmi?" deganda u "Ha, ey Allohning payg'ambari" dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom uni chalma-kesak qilishga buyurdi. Ondan u chalma-kesak qilindi. Payg'ambar alayhissalom ikki odamning bir-biriga "Bu odamga qaramamsan, Alloh uning gunohini yapqan tursa, uning ko'ngli uni aromiga qo'ymay, toki u chalma-kesak qilgandek chalma-kesak qilinib ketdi" deyishayotganligini anglab qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom yo'lini davom qilib, bir eshakning o'likining yenidan o'tib ketayotganda "Paloni bilan pustoniqini sizlar ikkinglar tushib, bu eshakning tipidan yanglar" dedi. O ikkisi "Ey Allohning payg'ambari, Alloh sana mag'firat qilsin. Bu yiyilamdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom "Hozir qarindishinglarni tishlab tatqininglar, buni yeyishdim mu ig'ir gunohdir. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, Maiz hozir albatta jannatning
o'stanlarida cho'milyotidi dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmed Jabir ibn Abdullah radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Payg'ambar alayhisalom bilan birga edik. To'satdan tapning ses purq keldi. Payg'ambar alayhisalom bu puraqning nimaligini bilamsizlar? Bu kishilarning g'aybatini qiladiganlarning ses purqidir dedi. G'ayvatxo'r bilan suxanchining tavba qilish yo'li to'g'risida. Allohdan qo'rqinglar, ya'ni Allah sizlarni buyurgan ishlarni qilib va mani qilgan ishlardan yenib Allohga taqvodorlik qilinglar. Allohning sizlarni kuzatib turadiganligini esinglardan chiqarmanglar va uningdan qo'rqinglar. Allah tavba qilguvchilarning qilgan tavbasini bakmi qabul qilguvchidir. Ularga nihoyat mehribondir. Ya'ni Allah Taala tavba qilgan kishining tavbasini bakmi qabul qilguvchidir. Allah Taala tarafga qaytgan va uningga tayangan kishiga nihoyat mehribondir. Ko'p sondagi ulamolar kishilarning g'ayvatini qilguvchining tavba qilishidagi birdan bir yo'li u g'ayvat qilishdan qat'iy to'xtashi va qayta g'ayvat qilmaslikka bel bog'lash kerak deydi. O'tib ketgan g'ayvatga pushaymon qilish tavba qilish uchun shart qilinamdi degan masalada talash tortish bor. Ulamolar yana g'ayvatxo'r g'ayvatini qilgan kishidan gunohini kechirishni tilish kerak deydi. Boshqa ulamolar g'ayvatxo'rning tavba qilishi uchun g'ayvatini qilgan kishidan gunohini kechirishni tilishi shart qilinmaydi. Chunki uningga bildirsa, u uning g'ayvatini qilganligini bilmagan chaqdikidan bakrak aziyat chekishi mumkin deb qaraydi. Undaqda uning tavba qilish yo'li shuki, u uning g'ayvatini qilgan so'rinlarda uni maqtishi, uning haqida qilingan g'ayvatni kuchining yetishicha rad qilish kerak. Shunda qilganda g'ayvat bilan maqtash barobar bo'lib, ilgiriki g'ayvatning gunohidan poklang'ili bo'ladi. Subhanalloh. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adem bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatlik hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammani bilgichidir, hammadan xabardordir. Bütün insonlarning Adem bilan Havvoning bolalari ekanligi to'g'risida. Allah Taala bu oyatda insonlarga ularni bir insondan yaratganligini, shu insondan uning juftini yaratganligini, ya'ni ularni Adem alayhisalom bilan Havvodan yaratganligini xabar qildi. Allah Taala ularni nurg'un millat, urug', qabila va jamoat qilib yaratdi. İnsanlarning hammasi Adem alayhisalom bilan Havvo alayhisalomning loydan, ya'ni tuproqdan yaratilganligiga nisbatan shon sharafda barobardir. Ular faqat diniy ishlarda bir-biridan farqlidir. U bo'lsa-mu Allohga itoat qilish va payg'ambar alayhisalomga ergashishdan iboratdir. Shuning uchun Alloh taolo g'aybat qilishni, kishilarning bir-birini kamsitishini cheklagandan keyin ularning insonlikda hammasining barobar ekanligini aslatib mundaq deydi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adem bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Ya'ni
her bir odam o'zining urqiga qaytish orqali ularning orasida o'zaro tonish hosil bo'lishi uchun shunday qildik. Mujahid, g'olib va buyuk Allohning o'zaro tonishishinglar uchun degan oyatini bu tonishish xuddi palonning o'g'lidir, pustoni qabiladindir deyilgandek tonishishni ko'rsatadi deb tafsir qildi. Sufyan Tavriy mundaq deydi: Hamir qabilasiga mansub arablar o'z yurtlariga nisbat beriladi. Hijoz arablari bo'lsa o'z qabilalariga nisbat beriladi. Hurmatning taqvolik bilan bo'ladiganligi to'g'risida. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Ya'ni sizlarning Allohning dargohida bir-biringlardan ortiq bo'lishinglar nasab bilan emas, faqat taqvodorlik bilan bo'ladi. Bu haqda Payg'ambar alayhisolamdan nurg'un hadislar rivoyat qilingan. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisolamdan qaysi inson eng hurmatlidir deb so'ralganda, ularning eng taqvodor bo'lganlari Alloh taolaning dargohida eng hurmatlidir deb javob berdi. Sahobalar: "Sendan bu vaqtda so'ramadik" dedi. Alloh taolaning payg'ambari Yusuf eng hurmatli insondir. Allohning payg'ambari Yaqubning o'g'li. Yaqub Allohning payg'ambari Ishoqning o'g'lidir. Ishoq Allohning do'sti İbrahimning o'g'lidir deydi. Ular yana sendan bu vaqt so'ramadik dedi. Undaqda sizlar mendan arablarning yaxshilari to'g'risida so'rayapsizlar deydi. Ular ha deydi. Sizlardan jahiliyat davrida yaxshi bo'lganlar, agar ular dinda olim bo'lsa, islomdimi yaxshilardir deydi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisolamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo haqiqatan sizlarning tashqi ko'rinishinglar va mol mulkinglarga qaramaydi. U faqat sizlarning dilinglarga va amallaringlarga qaraydi. İbn Abu Hatim İbn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Makka fathi bo'lgan kuni Payg'ambar alayhisalom Qasva ismli to'g'isining ustida turib, Ka'bani tavob qilib, rukunlarga qo'lidagi agmach hassini tekkizdi. U masjidda to'g'isini cho'ktiradigan joy topolmay, oxiri odamlarning qo'llariga dastlab turib to'g'idan tushdi. U to'g'ini sirtga elib chiqib, suv eqini ichida cho'ktirdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom to'g'isining ustida turib, odamlarga xutba so'zladi. U oldi bilan Alloh taolaga loyiq ravishda hamd sana o'qidi. Ondan mundaq dedi: Ey insonlar, shak shubhisizki Alloh taolo ichinglardagi jahiliyat davridagi kibrlikni, oti bo'g'lar bilan faxrlanishni yo'qotdi. İnsanlar ikkiga bo'lindi. Biri yaxshi, taqvodor, Allohning nazarida eng hurmatli odamdir. Yana biri eski, badbaxt, Allohning nazarida eng pastkash odamdir. G'olib va buyuk Alloh mundaq deydi: Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, odam bilan Havvodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tanishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Men so'zimni mushuning bilan tugataman. Alloh taoladan o'zimga va sizlarga mag'firat tilayman.
Allah hakikaten hemmeni bilgiçidir, hemmeden haberdardır. Yani Allah Teala sizlerning hemme ahvolinglarni to'liq bilib turg'uchidir. Hemme ishinglardan to'liq xabardardir. U xohlagan kishini hidoyat qiladi, xohlagan kishini gumroh qiladi. Xohlagan kishiga rahmat qiladi, xohlagan kishini azoblaydi. Xohlagan kishini xohlagan kishidan fazilida ortiq qiladi. Allah hemmede hikmet bilen iş kılgıcıdır. Hemmeni obdan bilgücüdür ve hemmeden to'liq haberdardır. Nikahta baraverlik şart kılınmaydı. Bunundan kız oğlunun yaş qoram, mal mülk, nesep ve başka cihetten baraver bo'lişi ko'z tutildi. Degan qarashdagi ulamolar bu oyat-i karimni ve bu hadis-i şeriflerini delil kılıdı. Ular Allah Teala'nın hakikaten en takvadar boğanlarınla Allah'ın dergahida en hürmetli hesaplanısıyla, yani kişilerinin birbirinden artık buluşu nesep bilen emas, takvadarlık bilen boludu diyen ayeti boğanlık için nikahta dinden başkası şart kılınmaydı dep qaraydı. Elhamdülillah. Yukarıda Sure Hucurat tefsirinden 13. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.